Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlarni bu videoda ko'rib turganimdan xursandman do'stlar. Va bugungi videomiz do'stlar televideniyega ishga kirish haqida bo'ladi do'stlar. Va biz hozir televideniyaga keldik. Televideniya Yujnida joylashgan do'stlar va albatta 21-serverda o'ynaymiz do'stlar. Hozir 21-serverda televideniyaga ishga kiramiz va tushuntirib o'tamiz do'stlar. Hozir men Discorddan elektronniy zaifga tashlab qo'yganman. Endi strach sostav yoki bo'lmasam lider bo'lsa kirib aytaman. Olsa oladi, bo'lmasam yoki bo'lmasam shu sobezdovaniya bo'lgan vaqtda kelib, sobezdovaniyadan o'tib ishga kiramiz do'stlar. Va do'stlar, kichkina eslatmamiz bor do'stlar. Bizning GC servisimiz bilasizlar do'stlar. Ko'p videolarda chiqaryapmiz do'stlar. Shu arzon GClar bor, o'shalarni sizlarga maslahat beraman do'stlar. Qani bo'lmasa boshladik do'stlar. Do'stlar, biz hozir televideniyaga kirib oldik. Bu yerda hozir ko'ramiz. Qani strach sostav yoki bo'lmasam lider bo'lsa, gaplashib ko'ramiz do'stlar. Menimcha bor shakilda deb o'ylayman. Alex Melis chota kiyimi mana strach sostavlarga o'xshagan. Hozir o'shini oldiga borib gaplashib ko'ramiz do'stlar. Tak. Do'stlar, bu uzoq vaqtni olishi mumkin. Shuning uchun shu joyda biz videoni sal tezlashtirib yuboramiz do'stlar. Tak, hozir biz yozdik, u qayergadir ketib qolgan edi. Mana yerda ekan. Va biz hozir yozaveramiz. Ya podal zayav, ya'ni men zaifga tashladim degani do'stlar. Hozir javob yozsa, o'shunga qarab kirmaslik aniq bo'ladi do'stlar. Lekin 100% javob beraman, kiramiz do'stlar. Men hozir so'rayapman, sen shu sesimisan ya'ni strach sostavmisan deb ishga olasanmi deb so'rayapman. Da dedi. Demak, yozaveramiz. Ya podal zaявку на младший состав. Ya'ni Discordning shu mladший состав bo'limiga men zaifga tashladim deyapman do'stlar. Hozir tekshirib ko'raman deb javob berdi va biz kutamiz do'stlar. Hozir bu afka bo'lib qoldi do'stlar. Va do'stlar, biz arizamizni tekshirgangadir biz ya'ni eslatmamiz bor, o'shalarni aytib o'tmoqchiman do'stlar. Va do'stlar, bizda GC servis bor. Ekranni ko'rib turgan shu adminga murojaat qilaverasizlar. Eng arzon narxda GC tashlab beriladi do'stlar. Va do'stlar, bizning Telegram gruppamiz ham bor. O'sha Telegram gruppaga masalan birorta joyga ishga kirmoqchi bo'lsalaringiz, yozsalaringiz kirib ham beramiz yokida masalan muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishga kirishda muammolaringizni hal qilib berishimiz ham mumkin do'stlar. Va do'stlar, bizning botimiz ham bor. Ya'ni masalan ishga kirganda, masalan ekzamenlarda qiynalsanglar, o'sha bot orqali bemalol ekzamen savol-javoblarini olishinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Va mana hozir afka bo'lib chiqdi, afklikdan va nihoyat menimcha bu tekshirdi bizani. Hozir javobini ko'ramiz. Wow, ana aytdim-ku, elektronniy zaifga tashlanglar. Shunaqa mana sizlar osongina ishga kirasizlar do'stlar. Mana bizni bez sobezdovaniyasiz olyapti do'stlar. Mana yonimdagi sherigim ham hayron, qanday qilib sobezsiz deyapti. Shunaqa elektron zaifga tashlanglar, Discord orqali osongina kirasizlar do'stlar. Agar sizni shu zaifingizni tasdiqlamasa ham, siz o'sha yerga borib, shunaqa men zaifga tashladim desalaringiz, ular ko'rib chiqadi. To'g'ri, noto'g'riligiga qarab sizni ishga oladi do'stlar. Va mana ko'rib turganlaringizdek, biz ishga qabul qilindik do'stlar. Mana bizni qo'shyapti, ana qo'shildik. Formani ham berdi do'stlar. Simiga ishga kirganim maqsadi do'stlar, o'ylab qarasam hech simiga ishga kirmaganman ekan. Keyin bu simi haqida, ya'ni televideniya haqida video chiqarmagan ekanman. Shuning uchun video chiqarmoqchi bo'lib, shu yerga ishga kirdim do'stlar.
va bu yerda normalniy pul topsanglar bo'ladi o'yinda. Mana shu televideniyada normalniy pul topsanglar bo'ladi. Qanday qilib desalaringiz, bu videoni oxiriga doğru ko'ringlar va keyingi videolarimiz shu video yaxshigina prosmotr, yaxshigina like yig'sa, keyingi videolarimiz ham xuddi shu televideniya haqida bo'ladi. Faqat rang ko'tarish, nimalar qilish, qanday qilib pul topish, shular haqida bo'ladi do'stlar. Shuning uchun payda boringlar, like ni ayamasdan bosinglar do'stlar, obuna bosinglar va videoni oxiriga doğru ko'ringlar. Agar oxiriga doğru ko'rmasanglar tushunmay qolasizlar do'stlar. Shuning uchun men maslahat beraman oxiriga doğru ko'rishni. Va do'stlar, shuning bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, xayr, omon bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni hamda shu keyingi videolarimiz nima haqida chiqishini shu kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmanglar do'stlar. Va bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar.